Tarviya kuni Minaga chiqmayla Udul Arafatga chiqishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, hajda tekshirish sababli Arafat kunidan burun Minaga chiqmayla Udul Arafatga chiqib kelsak qanday bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Tarviya kuni Zulhajjining 8-kuni bo'lib, tarviya kalimasi arab tilida sug'armoq, tafakkur qilmoq, bosh qotirmoq, o'ylanmoq, ko'rmak, ko'rsatmak va rivoyat qilmoq degandek ma'nolarni bildiradi. Bu kunning undaq atilishining sababida tuvandagidek o'xshamagan qarashlar bor. Birinchi, qadimiy zamonda Mina va Arafatlarda suv yo'q bo'lg'achqa, bu kuni hojilar Minaga mengishdan burun o'zlari va uloqlari uchun Zamzam va boshqa zapas suv qashlab oladi. Ikkinchi, İbrahim aleyhisselamga o'g'li İsmail aleyhisselamni qurbonlik qilish amri tushganda, shu kuni bu tush Allohdanmi yoki shaytondanmi deb o'ylangan. Bu amrning Allohdan ekanligi shu kechasi, ya'ni Arafa kechasi vahiy orqali bildirilgan va u kuni shu sababdan Arafa deb atalgan. Uchinchi, bu kuni Jibril aleyhisselam İbrahim aleyhisselamga haj faoliyatlarining bosh qismini ko'rsatib berganligi, imomlarmi hojlarga haj faoliyatlarini so'zlab berganlik uchun shunday atalgan. To'rtinchi, bu kun Adam aleyhisselam Havva anamizni ko'rgan kun. Bu kun haj faoliyatlarining boshlanishi bo'lib, bu kunda hojilarning Minada qo'nishi va Minada peshin, digar, sham, xubdan, bandat namozlarini o'qishi sunnatdir. Makkalik bo'lmagan hojilar bu 5 namozni jamlamasdan o'z vaqtida har 4 rakatlik farzni 2 rakatga qisqartib o'qiydi. Buningda ijmo bor. Jibril aleyhisselam İbrahim aleyhisselamga va Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'rgatgani bo'yicha hojilarmi Arafa, Arfa kuni Zulhajjining 9-kuni Bamdat namozini o'qib, andin Arafatga mangadi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haj faoliyatidan naql qilingandir. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, 8-Zulhajja payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tugisiga minib yo'lga chiqdi. Minada peshin, digar, sham, xubtan namozi va bamdat namozini o'qidi. Yuqorida bayon qilinganidek, jami olimlarning qarshida bu kunda Minada qo'nish farzmi, vojibmi emas, yoki hajning asoslaridan birimi emas, balki sunnatdir. Imom Navaviy bu haqda 9-kechasi atsi Arafa kuni Minada qo'nish sunnatdir. Hajning biror asosimi va ya vojibmi emasdir. Shunlashqa uni tark qilib qolsa, uningga hech ish qilish kerak bo'lmaydi. Lekin fazilatni qo'ldan bergan bo'ladi. Biz bayon qilgan sunnat degan bu hukmda olimlar o'rtasida boshqacha qarash yo'qdir degan. Ibn Qudamaning bayon qilishicha, Aisha radhiyallohu anha tarviya kuni kechidan 3dan 2si o'tib ketguncha Makkada kechikkan. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu Makkada namoz o'qigan. Undaq bo'lgan ekan, biri bu kunda Minada boshqa faoliyat bo'lmag'achqa Makkada qo'ngan va bu 5 namozni Makkada o'qigan bo'lsa-mu durust bo'ladi-yu, sunnatni tark etgachga obdan qilmagan hisoblarida. Ma'lumki, sunnat amal qilganga ajr beriladigan, qilmaganga bo'libmi saqchilardan ansirgandek o'zirlik ahvollarda qilolmasa, tark qilganligiga gunoh bo'lmaydigan mustahab amaldir. Yaqinqi yillar mobaynida hojilarning sonining eshib ketishi va qistonchilik sababidan ba'zi o'mak egalari hojilarni tarviya kuni Minaga elib chiqmay, Udul Arafatga ketadigan bo'ldi. Bu guruhlarga qatnashganlar guruhidan ayrilib qolmaslik va Arafatga dal vaqtida chiqib bo'lish, hajning asosli faoliyatlariga to'salg'u bo'ladigan qistonchilikdan yangillash maqsadida shu guruhlar bilan planlangan bo'yicha billa Udul Arafatga chiqib kelsimi yoki o'z oldiga chiqadiganlar tarviya kuni kashdan tartib Arafa kuni atiganda Arafatga chiqib kelsimi bo'ladi. Buningga qarata ya qurbonlik yoki boshqacha fidya vojib bo'lmaydi. Bu qiyinchiliklardan va saqchilardan ansirmaganlar mumkin qadar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qilgani va ko'rsatib bergani bo'yicha ish tutishi kerak. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.